Assalomu alaykum ukam. Qanday ahvolingiz? Alaykum assalom. Siz o'zingizni kimlik bo'yicha tanishtirgan bo'lsangiz. Mening ismim Tajallit Ahmad. Opamning ismi Kenjigul. Biz 5 bola. Meniki 4 ukam, 2 singlim bor. Ular ismini to'liq bilmadim. Mening kichkim ukamning ismi meniki Tavfiq Ahmad. Uning keyindagi ismi singlim Kavsar Ahmad. Uning keyindagi ismi qiz Asmat Ahmad. Uning keyindagi ismi Muhammad Ahmad. Biz 5 bola. Hozir ularga turmush ekanligini bilasiz. Hech qanday bir xabar olmadim. 2 yilni yoqsi ota-onam bilan tuqqanlar bilan hammamiz bilan aloqam uzildi. Hech qaysi bilan aloqam yo'q. Hozir to'liq 2 yil bo'ldimi? Ha, 2 yil atrofida ham to'liq. Siz kimlik adresini to'liq aytgan bo'lsangiz, Men O'g'ilji shahri Do'ngmayilda tug'ilgan. Kimlik adresini aytgan to'liq shu. Mana shu qisqaratni xotirlagan narsa, to'liq shu adresini to'liqda. Men O'g'ilji shahri shu Do'ngmayil mahallasi. O'sha yerda tug'ilgandim. Oilangizga butun adresi ham o'xshashmi? Ha. Boshqa tuqqanlaringiz mesela dadangizdan, anangiz tarafdan tuqqanlardan ularning ismini, tog'larning ismini bilsangiz. Mening dadam 3 bola. Dadamning kichik singlisining ismi Marhaba. Lekin opam 8 bola. Opamdan opamninki bir adisi bor. Zamira deb. Opamninki dadasining ismi Qurban. Opamning opasining ismi Tursunay. Ular 8 bola. Ular bilan aloqalashmag'ili uzun bo'ldi. Men o'sha 3 bo'lgancha tugab ketgancha aloqam. Ular bilan hozirgacha aloqa qilib boqmadim. Ularning nadligini, qanday yashayotganligini hech qaysini bilmayman. Siz bu tuqqanlar to'g'risida aziz olgan degansiz, bundan keyin shu xalqaro inson huquqlari birlashgan tashkiloti misol Amerika parlamenti degandek organlar xat yozib turibdi boshqalar. Siz shu shaklda azni davomlashtirasiz yoki shundan davom qilasiz? Yo'q, men oxirigacha shu ota-onamni lagerdan chiqdi, ota-onam o'zi yaxshi ekan, men ko'rishgacha oxirigacha inshaalloh men bu davoyimni to'xtatmayman. Hatto inshaalloh vatanimiz mustaqbal bir davlat bo'lsa, inshaalloh bu davoyimni hargiz to'xtatmayman. Hangi mahsulotlardan o başladığım biraz tayyorlik qildingizmi? Ha, tayyorlik qildim.